Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Mana bugun biz endi oktyabrda ikkinchi yarmligiga Xudo xohlasa faqat Mac chiqardik. Mac'larning narxlarini chiroyli aytamiz. Birinchi aytib ketay, biz endi yangi loyiha boshlayapmiz. Ko'proq yangi ham sotyapmiz MacBook'larda. Yangisi narxlarini aksini aytaman, tomosha qilsanglar. Mag'azimiz Toshkent shahar Malika bozor Avos 9 do'kon. Butun O'zbekistonda belgilash xizmati ham bor. Undan tashqari bo'lib xizmati ham bor. Demak, boshlaymiz. MacBook'larda M1 Air'lari yangisi bundan narx ko'rmagansiz. 8256, narxi $520. Zo'r narx. Yili 2025 MacBook M1 Air ishlab chiqarish 25 bo'ladi. Demak, ketdi, keyingisini boshlaymiz. MacBook M4 Air 16256 16256 bu ham yili 2025 ishlab chiqarilishi MacBook M4 Air buning narxi $890. Va biz hammadan arzon demaymiz, lekin o'z bilish bo'yicha hammadan ko'ra qo'ldan kelgancha arzon beryapmiz. Demak, bunimiz MacBook M4 MacBook M2 Air rangi Midnight 16256 narxi $720. Bundan narx bozorda yo'q hech kimda. Demak, bizda mana shu MacBook M4 M1 hammasining rangi hamma ranglarida bor. Silver, Starlight, Midnight, Space Gray ranglar bor. Hozir sizga qisqa ketyapmiz, ko'rsatib ketyapmiz. Endi boshlaymiz. Bu MacBookimiz MacBook Core i5 yili 2017 8256, sikli 250 ta, hot yaxshi silver rangda. Ya'ni chaqirgan urilgan joylari yo'q, batareyasi yaxshi ushlab beradi. Narxi $270. Yana ham kelishamiz, bilaman. Sizlar videoni ko'rgandan keyin kelasa baribir yana narx tushib deysizlar, yana $10 tushib beraman shunda. MacBook M1 Air 8256, yonkisi 99, faqat kichkina mana bu joyda chiqsa chaqasi bor, o'shaning uchun narxi arzon. Narxi $400 beramiz. Mana bemalol kelaversin $400 ga. Keyingimiz MacBook M2 Air MacBook M2 Air 8 GB RAM, 256 SSD va yonkisi 100%, sikli 7 ta. Deyarli ideal holatda M2'miz narxi 660 beramiz. Narx bozorda yo'q. Narxlar mukammal chiqib ketganmiz. Past yangida bu 7 sikl ishlansa emas-ku. Dakumka hamma dakumkasi bor. Keyingimiz MacBook M1 Pro 16 GB apparatgasi bor, 256 SSD bor. MacBook M1 Pro 16 GB apparatgasi bor, 256 SSD bor, yonkisi 85, narxi $600 debman, yana kesib beraman. Hozir yaxshi. Keyingisi MacBook M1 Pro 16 dyumligi, 16 apparatgasi bor va 500 SSD bor. Yonkisi yaxshi, hozir zo'r. Buni yonkisi necha? Yonkisi 99 ekan. Hozir yaxshi. Va kichik joyda, mana shu joyda kichik bir sal tekin joy bor. Lekin narxi $850. Bundan narx bozorda yo'q, 850. 16 dyumlik. Keyingimiz MacBook Pro M1. MacBook Pro M1 16 apparatgasi bor, 512 SSD bor, yonkisi 86, sikli 180 ta, hot zo'r. Buning narxini 8 beramiz. M1lar narxlarini. Keyingi MacBook M2 Air yonkisi 100, sikli 25 ta, 110 narxi $660 Midnight ranglarda. Yana shunaqa. Keyingimiz bu MacBook M2 Air 8 GB RAM, 256 SSD. Buni ham yonkisi 25 ta, 110, bu ham narxi $660. Lekin MacBook narxlari ancha arzon bo'lgan. Bu oldin bular narxi shunaqa edi, yangilar narxi shunaqa edi. Ancha narxlar tushib ketdi. Bu keyingimiz MacBook M2 Air faqat dyumi 16 dyumligi, 8 GB apparatgasi bor, 256 SSD bor, yonkisi 97 ta, 150 ta sikl, hammasi bor. Silver rangda 16 dyumligi M2 narxi $700. Bundan narx bozorda yo'q. Keyingisi MacBook Air Core i5 2018-yilgisi, 19-yilgisi, 8 ga 256 gold rang, sikli 450 ta sikl, lekin hozir yaxshi o'zim ishlatib qo'ydim, zarati bir 10 soatga davom etadi. Buning narxini 270 beramiz. Kechda beramiz yana endi. Xullas, bizda shunaqa MacBooklar bor. Yana MacBook M2 Air, M1 Pro'lar bor. Hozir hammasi to'liq obzor qilganimiz yo'q. Agar kimda bu narxlar qiziq bo'lgan bo'lsa, TM kanalımızda bor. Bu ham misol uchun mana bunaqa ranglar bor. Starlight rang bor. Starlight rang. Bu ham 16 dyum M2 Air 8256, yonkisi 100, sikl 7 ta. Buni narxini $750 beramiz. Yangi pashti. Shunaqa. MacBook Pro'lar masalan, MacBook Pro bor, i5 2020, 8500 talik i5, buni narxi $400. Shunaqa. Xullas, bizda MacBooklarimiz ko'p. Biz hammasini to'liq obzor qilmaymiz. Agar bu narxlar qiziq bo'lgan bo'lsa, bizda kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying.
Bizni TMKmiz Marko Market, o'shani alohida linkini tashkil etamiz va manzilimiz Toshkent shahar Markaziy Avos 9 do'kon, butun o'zini yetash xizmati ham bor, undan tashqari bo'lib berish nasiya xizmati ham bor. Bizda uzun nasiya bor va open nasiya orqali bo'lib berish xizmati ham bor yangilarga faqat.